mevadan boshqa narsa topolmadim. Это marakuya. To'g'risi birinchi marta yeb ko'raman. Bunga kislo sladkий. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Toshkentdagi marakuyani yeb ko'ramiz. Kazinkadan oldim. Sizlarda bo'lsa, men video qo'ygandim Fukuokdaligimda. Birinchi marta marakuya yeganimda. Hozir Toshkentdagini yeb ko'rmoqchiman. Ko'ramiz qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Mazasida farq bormi, yo'qmi? Sizlarga aytaman. Uchta bo'lar ekan. Ko'rinishidan pishmaganga o'xshaydi, chunki yashil bo'lib turibdi. Fukuokda marakuyalarning usti jigari rang deydi. Xuddi pashti qurgandek ko'rinardi. Ichidan uni qo'shchasi ham chiqargan. Bayşatang ili shakar ili tuz. Bukurkada ikkita yashil marakuya. Bu sal jigariroq ekan. Ham hozir mazasini kesib qaytib kelaman. Kesib qaytdim. Ko'rinishidan svejiga o'xshyapti. Qo'shchasida yegim kelmadi, chunki menga более жесткий yoqish удобный. Qirib olish kerak bo'ladi. Marakuya bu как бы urug' ustida shilimshi qati bor. Probуем. Fukuokda bo'lib kisliroq ta'mi bor edi. Menga o'shaning uchun yoqqan edi. Bunda sladkий ta'm qanaqadir kamroq. Salbiy mazzaroq desam ham bo'ladi. Fukuok marakuyasini ta'mi bo'lib yarkiroq edi. Desa bo'ladi. Yeb maza qilsa bo'ladi deb aytolmayman. Yo'qmas. 10 baldan 5 bal beraman. Toshkent marakuyasiga. Sizlarga marakuya yoqadimi yo'qmi? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Пока.